Kim bir mo'minni g'amini yengil qilsa, qiyomat kuni Alloh uni g'amini yengil qiladi deb yozgan ekan. Hadis bor, ko'pchilik eshitgan. Bitta mo'min, keyin tanisham bo'lib qoldik aka bilan. Andijondan o'g'lini olib kelganida azospermiya urug'i 0 bo'lgan. Bola ko'ra olmaysan deyishgan. Shu akamiz o'g'lini olib kelganda 27-yanvar kuni moyaklaridan urug' izlab topgan ekanmiz. Eko o'qibmiz. Allohga shukr, ayoli homilador bo'ldi. Juda ham chiroyli gaplar yozibdi. Rostdan xursand bo'ldim. Xudoga shukr. Xudo kimnidir baxtiga, kimnidir shu g'amini yengib o'tishiga bizni sababchi qilganiga. Bizdan shifo topib ketayotgan bemorlarga Alloh o'zi xayrli qilsin. Endi biz ham aqlimiz ojiz, hammaga ham shifo bera olmaymiz. Biz yordam bera olmaydiganlarga Alloh o'zi kutilmagan joylaridan shifosini berib qo'ysin. Bizni kuzatayotganlarga bo'lsa qalbidagi hamma